Inflyatsiya nima degani deb jaydari tilda aytaman. Kam ta'minlangan oilaga qo'shimcha soliq deyman, deydi Shavkat Mirziyoyev. Prezidentga ko'ra, viloyat hokimlari yanvar-iyun oylarida inflyatsiyani 3% dan oshirmaslikka va'da bergan, ammo amalda buni faqatgina Sirdaryo viloyat hokimi Erkinjon Turdimovgina uddalay olgan xolos. Iqtisodiy barqarorlik uchun eng muhim masala inflyatsiya yana bir marta inflyatsiya deb bekorga aytganim yo'q. Inflyatsiya nima degani deb jaydari tilda aytaman. Kam ta'minlangan oilaga qo'shimcha soliq deyman men. Qo'chqorov, Ishmetov viloyat hokimlariga bozorda tovar va xizmatlar taklifini ko'paytirib, inflyatsiyani jilovlash bo'yicha topshiriq berganman. Viloyat hokimlari yanvar-iyunda inflyatsiyani 3% dan oshirmaslikka va'da bergan edi. Lekin Turdimovdan boshqa bironta viloyat hokimi buni uddasidan chiqmagan. İste'mol narxlar Samarqand, Qashqadaryoda 3.6%, Xorazmda 3.5%, Farg'ona, Jizzax, Navoiyda 3.4% ga oshdi. Mana hokimlarga yozgan xatlaring. Sizlar yozishdan oldin tahlil qilsalaring bo'lmaydimi? O'rnak bo'lsalaring bo'lmaydimi viloyat hokimlari? Agar bu inflyatsiyani bunday jilovlamasak ertaga bozor nima bo'ladi? Odamlar oyligi qayoqqa ketadi? Odamlar qachon rozi bo'ladi bizdan? Shavkat Mirziyoyev nafaqat viloyat hokimlaridan, shahar va tuman hokimlaridan ham norozi ekanligini bildirib o'tdi. 17 nafar hokimning lavozimiga loyiqligini ko'rib chiqishni buyurdi. G'azg'on shahri, Yangiobod, Muzrabot, Qiziriq va Oltiariq tumanlari hokimlari sanoat o'sishi prognozlardan past bo'lgani uchun Jizzax shahri, Navoiy shahri, Toshkent tumani, Kasbi, Denov, Paxtaobod, Jomboy, Tayloq, Bandixon, Mirzacho'l, Yozyovon va Bektemir tumanlari hokimlari esa eksport yo'nalishida ishlar sust bo'lgani uchun ushbu ro'yxatga kiritilgan. Endi sizga savol bilan yuzlanmoqchiman. Yashab turgan hududingiz hokimini taniysizmi? Hokimingiz ishidan rozimisiz? Bu haqida albatta izohlarda yozib qoldiring.